Hammaga salom. Sizlar bilan Bunyod YouTuber. Sizlarni yana dars YouTube kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Xo'p, bugun ko'pchilikni qiynayotgan, kanal tarixini yaratish degan, hammani asabini buzayotgan bu xatolik emas, qismni qanday qilib to'g'rilashni ko'rib o'tamiz birgalikda. Xo'p, dars boshlashdan oldin darslikni bilasizlar, pullik, darsni pulini to'lash kerak. Qanday qilib to'laymiz desanglar, albatta YouTube kanalimizga a'zo bo'ling, videoga like bosing va izohlarda video haqida fikringizni yozib qoldiring. Bundan tashqari YouTube kanalimizda ko'rishinglar mumkin. YouTube'ga doir ko'plab foydali ma'lumotlar emas, bu yerda foydali ma'lumot emas, bu foydali to'liq butun boshli darslik. Ko'ryapsizlar, 26 minut, yarim soat, 22 minutlik darsliklar va albatta bu kanaldan kanalingizni rivojlantirish uchun o'zingiz uchun kerakli video topasizlar. Maslahatim, hamma darsliklarni ko'rib chiqing va YouTube kanalingizni rivojlantirishingizda bu darsliklar anchagina qo'l keladi va bu darsliklar mutlaqo tekin. Xo'p, tayyor bo'lsanglar, darsligimizni boshlaymiz. Xo'p, birinchi o'rinda qilishimiz kerak bo'ladigan asosiy narsa, ko'rishinglar mumkin, Bonu Ikromovani YouTube kanali. Kanal juda ham aktiv. Ko'ryapsizlar, 1 oylik prosmotri 4,5 million. Bu bum. Xo'p, lekin kanalda ko'rishinglar mumkin, mana monetizatsiya shartlarini bajarilgan, to'liq hamma shartlar bajarilgan, lekin zaявка beramiz desak, shu kanal tarixini yarating, развивайте свой kanal degan qismi bajarilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, buni qanday qilib yoqish kerak? Keling, buni настройка qismiga o'tasiz. Kanal qismiga o'tib, доступные funksiyaga o'tsanglar, mana bu qismida hamma qism bajarilgan, bu ham bajarilgan, mana standart включен nomerlar ham подтверждение qilingan va mana 3-qismida mana bu qismi bajarilgan va mana bu qismi bajarilmagan. Oxirgi qismi bu o'sha kanal tarixini yaratish. Bu qanday qilib yaratiladi? Xo'p, mana bu yerda o'qishingiz mumkin. Aytayapti, kanal tarixini yaratish uchun продолжайте публиковать video, ya'ni video qo'yishda davom eting. Bizni qoidalarga amal qiling va asosan bu etapni yoqish 2 oy vaqt oladi deyapti. 2 meses, demak 2 oy vaqt oladi. Bundan kam holatda qilib bo'lmaydi. 2 oy olishi aniq, chunki buni aytayapti o'z YouTube. 2 oy yuklashing kerak, ya'ni 2 oy kanal juda ham aktiv holatda bo'lishi kerak. Xo'p, aktiv deganda deyarli hamma narsasini ishlashingiz kerak. Xo'p, mana birinchi asosiy shart, bilishingiz kerak bo'lgan asosiy shart, kanalda 1 oy davomida eng kamida 20 ta video chiqishi kerak. Mana kelinglar, bizda hozir 13-mart va biz mart oyida nechta video qo'yganimizni sanab ko'ramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ta. 23 ta video yukladik. Oyni hali yarmi ham bo'lgan. Yo'q, biz 23 ta video yukladik. Xo'p, endi bu birinchi shart, ya'ni 1 oy davomida kamida 20 ta video yuklang. Kuniga bittadan, ikkitadan video chiqsin. Shortsmi, videomi farqi yo'q. Umuman kanalda kontent chiqishi shart. Bu birinchi shart. Xo'p, ikkinchi shart, qo'yayotgan videolaringizda prosmotr normalniy bo'lishi kerak. Xo'p, kelinglar, mana bizda ko'ramiz. Bizda Bonuda 17 mingta obunachi bor. 17 mingta obunachi bor, lekin shorts videolarda 24 ming, 66 ming, 14 ming, 105 ming, 97 ming, 17 ming, 26 ming ko'ryapsizlar. Ya'ni obunachilar sonidan ko'ra prosmotr ko'p. Bu norma. Ya'ni obunachilaringizdan ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni endi bu aynan ko'p bo'lishi kerak, obunachingizdan ko'p bo'lishi kerak degan narsa yo'q, lekin prosmotringiz normalniy bo'lishi kerak. Biz 17 mingta obunachi bor kanalga 10 mingtadan ko'p prosmotr, bu bomba degan. Xo'p, bu zo'r.
va biza birinchi shartni bajardik. Bir oy davomida video qo'ydik. Prosmotrlarimiz normalniy. Xo'p, ikkinchi qismi, keyingi qilinadigan qismi kanalda yuklanayotgan videolarda har xil tillarda bo'lishi kerak. Ko'rishinglar mumkin. Rus tilida biza videoni nomlaganmiz, ingliz tilida nomlaganmiz, o'zbek tilida nomlaganmiz. Ya'ni даже mana stiker bilan ham nomlaganmiz. Ko'ryapsizlar? O'shanaqangi tillarda, stikerlarda kanal nomlashda xuddi shunaqa narsa ishlatinglar. Bu uchinchi shart. Ketdi. Bu qismini ham tushunib oldinglar. Keyingi sharti. Iloji bo'lsa bloknot olib yozib olinglar. Tak, 3 ta shartni ko'rdinglar. Endi keyingi sharti mana bu yerda soobщество degan narsa bor. Yoki zapis. Buni bundan oldingi darslikda bundan 2-3 ta oldingi darslikda ko'rsatib o'tganman. Soobществоning foydasini va o'sha soobщество deydi. Ya'ni zapis degan narsa qo'ygan bo'lishinglar kerak. Mana ko'rishinglar mumkin. Bizda mana 2 ta videoga soobщество, ya'ni ссылка qo'yganmiz. Ya'ni biz 2 ta soobщество qo'yganmiz. Ya'ni bu 4-chi shartni ham bajardik. Ya'ni sizlar ham ko'ringlar, kanalingizda soobщество qilingan bo'lishi shart. Xo'p. Mana bu 4 ta shart bo'ldi va bizda yana sharti bor, 5-shart. 5-shart mana Google akkauntinglarda, YouTube kanalinglarda demayapman, Google akkauntinglarda обязательно avatarka qo'yilgan bo'lishi shart. Ya'ni profillarga mana bu yerda bor, pochtalarda ko'pchilikning pochtasini qarasanglar, главныйsi rasm bo'lmaydi. Обязательно rasm bo'lishi shart va личная информация degan hozir kirolmayman. Личная информация degan qismiga o'tasizlarda, u yerda hamma qismini to'liq yozib chiqasizlar, to'ldirib chiqasizlar, cho'tka qilib. Ya'ni Google akkauntinglar ham cho'tka holatda bo'lishi kerak. Bu 5-shart. Va o'sha 5 ta shartni to'liq bajarsanglar, bir oyda 20 tadan ko'p video qo'ysanglar va bu xuddi shu qolgan qismini bir martadan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Soobщество 2-3 ta qo'ysangiz bo'ladi. Google'da nastroykasini bittada to'g'rilab qo'ysanglar bo'ldi. Faqat sizlar doimiy ravishda bajarilayotgan narsa bir oy davomida 20 ta video qo'yasizlar va u normalniy prosmotr bo'lishi kerak. Va ora-orada soobщество qo'yib turasizlar. Kanalda nomlar, video nomlarini har xil tillarda qilasizlar, yozib turasizlar. Все. Bo'ldi, mana shu narsani lekin 2 oy qilasizlar. 2 oy qilmasanglar yonmaydi. Hozir biz uchun ko'rsatamiz, 1 oylik natija 28 kunlikda 4,5 million prosmotr. Bu zo'r, vasha bomba prosmotr. Lekin bu ham kamlik qilyapti degani emas-ku, 2 oy tekshiradi. По-любому. Misol uchun biz birinchi yuklagan videomizni ko'rishinglar mumkin. Birinchi videomizni 7-fevral kuni yuklaganmiz. Mana 7-fevral yuklaganmiz va bugun 13-mart. Xudo xohlasa 7-aprel kuni 2 oy bo'ladi. 2 oy bo'ladi va o'sha 2 oy bo'lgandan keyin kanalda mana shu kanal tarixini yaratish degan narsa yo'q bo'ladi. Xudo xohlasa men sizlarga buni isbot tariqasida mana shu ishlar qilsak, kanal tarixi yonishini, xudo xohlasa bugun 13-mart bo'lsa, 10-aprel kunigacha men sizlarga buni bitta darslik qilib, kanal tarixini yonganligini isbotlab berib, xudo xohlasa video darsligini yuklayman. Ungacha siz ham kimni kanalda xuddi shu xatolik bo'layotgan bo'lsa, kanal tarixini yaratish bilan muammo bo'layotgan bo'lsa, sizlar qiladigan asosiy narsalar, boyagi aytganimdek narsalar qilasizlar. 2 oy davomida videolarni yuklaysizlar. 1 oy davomida kamida 20 ta video, kanal nomlarini, video nomlarini har xil tillarda yozasizlar. Soobщество, ya'ni xullas, soobщество qo'yasizlar. Zapis bor, o'sha qo'yasizlar. Google akkauntinglarni cho'tka qilib nastroyka qilib qo'yasizlar va normalniy prosmotr bo'lish uchun harakat qilinglar. Mana shartlarni to'liq bajarsanglar, 2 oy ichida kanal tarixinglar o'zidan o'zi yonadi. Muammosiz. Xudo xolsa buni kanal bonida monetizatsiyaga ariza berib, 2 oydan keyin kanal tarixi yo'q bo'lganini isbotlab ko'rsatib beraman. Xo'p,
Videomiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, o'z uchun foydali ma'lumot olgan bo'lsangiz, kanalimizga a'zo bo'ling, videomizga like bosing va video kommentariyada o'zingizlar uchun qiziqarli bo'lgan mavzuni yozib qoldirsanglar, xudo xolasa keyingilari aynan sizni savolingizdan kelib chiqqan holatda darslik tayyorlab berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Bunyod youtuber bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.